Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun mehmonimiz mana o'zim Bahrom akam. Ko'plar bilasizlar, yaqinda bo'lgan musobaqada Samarqandda go'zal rezultatlarni ko'rsatib, bugunda hozir Dubayda bo'lib o'tadigan musobaqaga tayyorlanyapsiz aka. Hammaga assalomu alaykum. Men o'zim juda ham kaprizman sochga ayniqsa. Hozir bir ahvol bo'lib turibdi. Sababi bir haftadan keyin musobaqaga chiqishimiz Dubai Maskul Show'ga. Hali O'zbekiston tarixida hech kim yutmagan Dubai Maskul Show. Xudo xolisa shu O'zbekistondan 5 ta atlet ketyapmiz. Diamond Cupda ham bahaga ishondim sochimni. Hech qanaqa stil bir nima deb kelib aytganim yo'q. O'zim topshirdim. Men o'ylaganimdan ham yaxshi cho'tka qilib chiqarib berdi. Xudo xolisa bu safar ham madr stil aytganim yo'q. Mana shu bosh soch sizniki. Dubai Maskul Show'ga bitta yaxshi, mo'shni bitta stil qilib bersa, xudo xolisa bu yo'lda ham dastoyni chiqib kelamiz. O'rtoqlar va nihoyat mana Bahrom akamning ham imijlarini oldik, qo'yib oldik. Akam, siz xudo xolasa Dubayda musobaqaga tayyorsiz. Chin qalbdan omad tilaymiz. Duodamiz. Yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Bu safar kaltaroq, ozgina. Bu safarda maksimalni kaltaroq qilib, уже другой уровень dedi. Stil вообще xudo xolasa bu stilga cho'tki grim qilib, yaxshi zagruzka bilan chiqamiz. Gaz.